Baba, mana bu avto egar o'zi 200 ming turadi. Tez olinglar. Xo'p, do'stlar, ko'rdingizlar, bugun mana shu avto egar haqida gaplashib o'tamiz. Avto egar o'zi yordam beradimi bu narsa prostatitda yoki yo'qmi? Bugun shu haqida gaplashib o'tamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli mister va miss obunachilarim, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bugun hozir ko'rganingizdek avto egar haqida gaplashib o'tamiz. Haqiqatan ham bu prostatitga yordam beradimi yoki aldovmi? Shuni bugun mana shu videoda bilib olasizlar. Videoni oxirigacha ko'ring. Qiziqarli ma'lumotlar oldinda hali. Xo'p, mana shu egarni aytishimdan oldin boshida sizlarga prostatit o'zi nima? Mana shuni tushuntirib o'taman. Prostatit bu mana shu prostata bezi bor. Prostata bezini yallig'lanishi hisoblanadi. Buni qanday bilishimiz mumkin? Oddiy belgilar bor. Ya'ni sizda o'zi sog'lig'ingizda bildirib boshida bo'ladi. Birinchisi siyishdagi muammolar. Naporning pasayishi. Siyganingizda napor past bo'ladi. Avvalgidek otib siymaysiz. Keyingisi uzib siyish. Ravon siymaysiz, uzib siyish bo'lishi mumkin. Agar infeksiya tushgan bo'lsa, achishish, og'ishish bo'lishi mumkin. Keyin siy bo'lib chiqdingiz hojatxonadan, chiqqaningizdan keyin polni bo'shanib bilmaslik hissiyoti. Ya'ni chiqdingiz, как будто sizda siydik qolgandek bo'ladi. Keyin yana qaytadan 5-10 daqiqadan keyin hojatxonaga kirib yana siyib chiqasiz. Mana shu belgilar prostata bezini yallig'lanishi belgilari hisoblanadi. Albatta, bunda siydik yo'llarining yallig'lanishida ham shunaqa belgilar berishi mumkin. Albatta, buni konkret diagnoz qo'yish uchun urolog shifokoriga uchrashingiz kerak bo'ladi. Endi hozir mana hozirgi ko'rgan videolaringizda aytyapti, prostatitni yordam beradi, gemoroyda yordam beradi, jinsiy zaiflikda yordam beradi, quyondek bo'lasiz, yana biror nimalar deb juda ko'p men ko'rib qoldim. Shuning uchun bu videorolikni masalaga olishga qaror qildim. Do'stlar, oddiy bir primer bilan aytib bermoqchiman buni. Bitta bemorimiz keldilar yonimga. Hozir aytayotgan shikoyatlar bilan, ya'ni siyishda napor ozgina pasaygan, uzib siyish hali boshlanmagan, siydik qolgandek bo'ladi. Ikkita shikoyati bo'lgan. Internetdan ko'rganlar, mana shu egarni olib ishlatganlar. Bir hafta ishlatganlar. Ko'p mashinada o'tiradi ekanlar. Mashinaga qo'yib, sizga qo'yib o'tirganlar. Bir haftadan keyin nima deb o'ylaysizlar? Bemorda yaxshi bo'lib ketdimi, prostatit yoki yo'qmi? Yo'q, bu bemorda battar bo'lgan, qo'shimcha belgilar ham qo'shilgan, lekin yaxshi bo'lmagan. Nimaga shunaqaligini ham tushuntirib beraman. Bemor aytganimdek napori pasaygan, siydik qolganday ikkita belgi bilan boshlagandi bu nimani, egarda o'tirishni. Hozir unda uzib siyish ham, napor vobshe qiyin, ya'ni qiyin siyish muammolari boshlandi. Siydik qolganday. O'sha muammolar battar bo'lsa bo'ldi, yaxshi bo'lmadi. Yonimga kelyaptilar, biz ko'rsak, prostata bezida o'sha muammo bor. Ya'ni prostatit belgilari battar bo'lib ketgan. Keyin biz bemorimizni lechena qildik. Xudoga shukr, hozir u narsadan foydalanmaydi. Uni o'rniga boshqa narsani tavsiya qildik. Hali sizlarga ham buni tavsiya beraman. Xudoga shukr, hozir bemorimiz zo'r. Endi nimaga bu egar battar qilsa battar qiladi, yaxshi qilmaydi? Oddiy tushuntiraman. Mana prostata bezi turibdi. Siz prostata bezida tasavvur qiling, o'tirganingizda o'zi gavdangizni o'zi bosib qo'yadi. Prostatani. Shuni o'zi yetadi bosim. Endi siz egar oldingiz. Egar mana shunaqa narsa. Usti tumaloq, bo'rtib chiqqan, nima bo'ladi? Qo'yib ustiga o'tirasiz. O'tirgan paytingiz prostata bezi siqiladi. Battar bo'lib siqiladi u. Ustidan gavdangiz bosadi, pastdan mana bu dumaloq bo'lib chiqib turgan narsa bosadi. Keyin nima bo'ladi? Prostata bezi battar qisilib qoladi. Belgilar namoyon battar bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun bu narsadan foydalanmanglar. U bir tillik foydasi yo'q bu narsani. Endi ko'pchilik shu joyda kommentariyada yozishi mumkin. Ota-bobolarimiz otda o'tirgan-ku, ular zo'r bo'lgan-ku. Sizga savol. Siz ota-boboyingiz mana shu otda o'tirgan payti yonida bo'lganmisiz? Ota-boboyingizning holatini bilasizmi? Nima sog'ligida nima bo'lgan? Qanday belgilar bo'lgan? Qiynalganmi, qiynalmaganmi? Buni bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, otda o'tirgan bilan bu narsada o'tirganni avto egar deydimi? Shuni o'tirganda farqi osmon bilan yercha. Otda o'tirish bilan buni solishtirmang.
Вообще to'g'ri kelmaydigan narsa bo'ladi. Endi shuning uchun bu narsadan foydalanmanglar. Foydalanganning foydasi yo'q, bir tiyinlik. Buni o'rniga nima sizlarga tavsiya etaman? Buni o'rniga ortopedik podushkalar bor. Bu yerda hozir montajda rasmini qo'yamiz. Ortopedik podushkalar bu sizni mana shu moyaklaringizga, prostata bezingizga bosimni tushirmaydi, bosimni kamaytiradi. Mana shundagina prostata bezingiz davolagan payt yaxshi bo'lib ketadi. Prostatitni do'stlar uy sharoitida buni davolab bo'lmaydi hech qanday egar yoki boshqa narsalar bilan, vannachikalari bilan ham emas. Men ko'rdim internetda, какой-то biror nimalarni solib, vannachkada buni ustiga o'tirar ekanlar. Yo'q, foyda bermaydi bu ham. Lutsi eng zo'r yo'li tasdiqlangan, isbotlangan yo'l bilan buni davolash kerak bo'ladi. Ya'ni urolog, andrologga kelib, ko'rikdan o'tib, tekshiruvlardan o'tib, ana keyin buni davolash kerak. Bu o'z boshimchalik bilan buni davolayman deb battar qilib qo'yishingiz mumkin. Shunaqa bir bemorimiz keldi. 46 yosh, 47 yosh bemorimiz. Uzi qildik, uzi qilsak, prostata bezida fibroz ko'payib ketgan. Fibroz razmeri почти prostatani 3dan 1 qismini egallagan. Ya'ni fibroz degani qattiq, ya'ni prostata qotib boshlagan. Bu biza bemordan surishtirsak, mana shu internetda ko'rgan boyagi varnachka, shunga o'xshagan narsalardan foydalanib yoki egardan foydalanib yuravergan vaqtini o'tkazib. Bu hozir prostata bezi 3dan 1 qotib qolgan. O'sha sizga kerakmi shu narsa? Menimcha kerak emas. Agar mana shu boya aytgan belgilarim sizda boshlanadigan bo'lsa, vaqtni o'tkazmasdan ko'rgimga keling. Albatta, xudo xolasa buni davolaymiz. Do'stlar, nomerlarni qoldiramiz. Kim ko'rgimga kelmoqchi bo'lsa, telefon qilib bemalol kelishlaringiz mumkin. Agar uzoqda bo'lsangiz, Xorazmga kelish imkoniyati bo'lmasa, bilasizlar aytgancha Xorazmlikman. Xorazmga kelish imkoniyati bo'lmasa, onlayn konsultatsiyamiz ham bor. Hozir ekranda ko'rayotgan nomerlaringizga telefon qilsanglar, onlayn konsultatsiya haqida operatorlarimiz sizlarga batafsil ma'lumotlarni tushuntirishadi. Xudo xolasa bu prostatit kasalligi davolasa bo'ladigan kasallik. Kommentariyada savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiring. Vaqt bo'ldi deguncha xudo xolasa kommentariyada javob berishga harakat qilamiz. Hammaga kattakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.